Bir. Xo'p, demak, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana bu hammam uchun mebel mebelni yasab, rendernigacha hammasini qilib o'tamiz. No, demak boshladik. Tak, 3 metrga 1,5 yoki 250 ga 1 metrmi? Tak. 3 metr qilaylik. Yo'q, 3 metr ko'p baland bo'ladi. 250 ga 1 metr qilamiz. Boshladik. Xo'p, 25 santimetr. Eni 1, balandligi 250. Mana. 1.20 qilsak bo'lar ekan. Bo'ldi. Tak. Biz qo'lamiz eni 1.20 bilaversinmi? Da. 1.20 ga 50. 40. 30 ekan. 30 ga 30. 30 ga 40. 30 ga 40. Xo'p, yerdan taxminan 50 balandlikka ko'tarsak bo'ladi. No da 50. Xo'p, bo'ldi. Endi ichki qismini yasaymiz. Bu uchun bu tomonni alohida olamiz. Alohida qilib ajratib, past qismini o'chib tashlaymiz. Keyin buni o'zini insert beramiz. 1 santimetr bo'ladi. Bu yo'g'ini o'chib tashlab, shel beramiz. Ichkari tomonga 1 santimetr. Hop, bu tomonga ham shel beramiz, xuddi shunday. Buni olib kelib qo'yamiz. Bu uchini ham olib kelib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi ichki qismini tak oyna orqada turibdi. Mana bu tomondan nusxa olib turib, bu yoqqacha olib kelamiz oxirigacha. Mana. Endi bu tomondan ham 1 santimetr olib qo'shiladi. Böyle o'z yaxshidan. Ozgina pastga tortamiz. Ozgina pastroq. Hop, keyin tak, o'rtaga keltirib ozgina kengroq qildik. Endi pastga tushirib mana bu qismini yasaymiz endi. Buni pastga tushiramiz. Yana bitta tushiramiz pastga ozgina. Tak. Yana ozroq pastga tushiramiz. Mana bu qismini ichkari tortamiz. Mana. Bo'ldi. Hop, keyin attach qilamiz bunga. Hop. Bo'ladi. Mana bu qismini
detach as klon qilib turib, hop past qismini yuqorigacha ko'taramiz. Qayergacha kelgan bu? To'g'ri, mana buni ichigacha tushgan bu. Yo'q, ustigacha ekan mana bu yoqqacha. Mana kelgan, bu yoq ustigacha bilaversin. O'zini ozgina hop minus 0 butun 0,1 qilaylik. Bu yoqqacha tortib ozgina bunga shil beramiz bo'ladi. Hop, ichkarigamiz bu tomonga. Taxminan 0,2. Balki 0,3. 0,4, 0,5. Mana bo'ldi. 0,5 attach qilamiz orqasiga. Hop, endi mana bu qismini ochadigan jo'mragi suv keladigan. Bunisini sal o'zgartiramiz buni. Hop, liniya bilan, liniya yoki rectangle bilan chizamiz. Qilib turib 25 kichik menimcha 30 qilamiz. 30 ga 20 bo'ldi. Ikkini bosib spline o'tamiz. Segment o'tamiz, o'chiramiz. Bu tomonni ozgina yuqoriga olib chiqamiz. Hammasini tanlab turib burchak qilamiz mana. O'zini tortsak bo'lar ekan orqaga. Keyin viewportga aylangan biza mana bunday qilamiz. 3 ga 2 yoki 1. 3 ga 1 qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir pastga tushiramiz. Bo'ldi. Hop, o'rtaga qo'yamiz mana. Yana ozgina orqaroq tortamiz. Yuqoriroq tushirsak ham bo'lar ekan. Ozgina. Mana shu ikkita burchakni fillet qilamiz. Mana fillet. Ushlab turib, sal bunday tortamiz. Qancha qilamiz? Oxirigacha qilamiz mana. Mana bunisini ikkita nuqtani weld qilib olamiz. Birinchi fuse qilamiz, keyin weld qilamiz mana. Bo'ldi. Interpolyatsiyasini 6 tani 12 ta berib beramiz. 16 ta berib beramiz. Yo'g'ida mana bosib qo'yamiz, o'zi qiladi mana. Bo'ldi, chotki. Endi mana buni qaysarish kerak. Buni qanaqa qilamiz? O'zini tortamiz ozgina bu yoqqa. Bo'ldi, ikkini bosib turib mana bu qismini o'chirib tashlaymiz. Bu ham kerak emas. Birni bosib turib buni pastroqqa tortamiz. Burchak qilamiz. Hop, keyin buni bu yoqqa tortamiz bunday qilib. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana bu qismini split qilamiz. Qaytib 3 ni bosib, borderni bosib turib, tanlab turib yopib qo'yamiz. Qani mana. Bu shaklda bo'ladi. Buni o'zini ozgina oldinroqqa tortib, yana ham oldinroqqa tortib, ozgina pastga tushirib qo'yamiz. Mana shunaqa dizayndagi mana. Mana bu qismini chamfer bersak ham bo'lar ekan. Bu bilan mana bu qismiga. Mana bunga ham. Bungacha. Da, shunaqa qilgan bo'lar ekan. Bo'ldi. Endi mana bu nuqtalarni hammasini
birlashtirib chiqamiz hammasini. Tak, osonroq yo'li ham bo'lishi kerak. Bu bilan bu bilan buni, bu bilan buni, bilan buni va mana bilan buni ham bo'ldi mana shunday. Endi xuddi shunday bunisini ham. Bilan bu bilan bu. Yana kerak bo'lsa bitta. Mana bunga ham ring qilamiz. Mana buni ring bosamiz. Hammasini bizga mana bu qismi shart emas, bitta tashlaymiz. Hop, bittasini tanlab turib, ringni bosamiz. Mana hammasini belgilab oladi. Connect qilamiz. Yana keyin hammasini belgilab chiqamiz. Bitta qilsak ham bo'ladi, avtomatik qilsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Bitta tanlaymiz. Buni ham tanlab qo'yamiz. Mana buni ham. Mana buni ham. Bo'ldi. Endi burchaklarni mana bu yerdan bosamiz. Yo'q, bitta oldin smooth beramiz. Mana avtosimizni 60 qilar ekanlik mana. Ikkini bosamiz. Keyin hardni bosamiz mana. Hardni bosganda mana hammasini o'zi belgilab chiqadi avtomatik. Keyin biz buni chamfer beramiz 0.1 0.05 0.05 mana 0.02 0.25 qilamiz. Bitta emas, ikkita beramiz. Mana bu o'chirib qo'yamiz. Nusxa qo'yamiz har ehtimolga qarshi. Bunga keyin simetriya beramiz. Z bo'yicha flip qilib turib, hammasi yaxshimi? Yaxshi bo'ldi, okey. Endi bunga tak leftdan qarab box chizamiz mana bu yoqqa. Taxminan farqi yo'q, box mana shuni bilaversin. Qaytadan ozgina orqaroq, pastroq, bo'ldi. O'rtadagini tanlab turib, invert qilib turib, mana bu ikki uchini o'chirib tashlaymiz o'zini. Xo'p, mana buni sentrga qo'yamiz. Mana. Keyin birini bosib turib, bir qo'shib tortib qo'yamiz. Qaytib o'zini mana tak, mana bo'ldi. Ozgina mana chamfer berib qo'yamiz bunga. Shu uchta qilib turib bo'ldi mana. Attach qilamiz mana. Mana shunaqa narsa. Buni mana bu qism. Spline. Mana bu yuzasini o'chiramiz. Ichkari tortamiz va ichkari o'zini qayirib qo'yamiz bo'ldi. Hardni bossak, mana hammasini belgilaydi. Loop qilamiz. Mana buni ham tanlaymiz buni bo'ldi. Bizga mana past qism kerak emas, o'chiramiz past qismini. Keyin mana bunga ham chamfer beramiz. Mana hamma joy yaxshi chiroyli. Buni o'zidan tortib qo'yamiz bu yoqqa. Attach qilamiz bunga bo'ldi. Xo'p, endi bunga ham ikkalasini ham hammasini baravar tanlaymiz. Va hammasiga mana chamfer mana bu joyga o'xshadimi? Mana shu joyi ozgina yoqmayapti menga. Mayli. Uchini bosib mana buni tanlaymiz. Bu yoqqa ozgina demak o'zini ichkari tortamiz ozgina. Bu tomonni ham ichkariga ozgina tortib qo'yamiz. Ikki uchini ushlab orqa tomonga ozgina tortamiz.
Qani. Yaxshi. Yo'qni uchun ushlab, ozgina ichkari tortib qo'yamiz. Bo'ldi, mana tamom. Hammasini attach qilamiz. Mana bo'ldi attach. Buni endi eksport qilamiz. Bir eksport qilamiz mana. Okey. 2018 ga kiramiz. 2018 Maxga mana ochildi bizada. Tak sahna bor yoki sahnani sizlagan bo'ladi. Farq yo'q. 1.0 kiramiz mana. Import. Xo'p, hech qanaqa nima yo'qmi biron bir muammosi yo'q. Hammasi shotki model mana. Tak, yuqoridan qarab turib shu o'rtaga bitta qo'yamiz. Kamera. Layoutni ikkita qilamiz. Buni bu yoqqa qo'ysak bo'ladi. Layout ikkita bo'ldi. Bittasi yuqoridan ko'rinishini ozgina tortamiz bu yoqqa. Mana. Haqaroq keltiramiz. Xo'p, save framesni 5:20 qilamiz bo'ladi. Shift F ni bosamiz mana. Xo'p, orqaroq. Salgina mana buni kamerani 135 ga qo'yamiz. Yoki 105 qilsak ham bo'ladi. Farq yo'q. 135 mana. Orqaroq tortamiz. Yoki da mana bu bilan. Kamerani o'zini buramiz. Va yuqoriga o'zini ko'taramiz. Hop, tomonga buramiz. O'taroq keltiramiz. Yana yuqori ko'taramiz. 105 ga qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bizga xo'p, F10 ni bosamiz. Tak, 1.5 ga 1.5, 2000 ga 2000 qilsak ham bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'limdan buni CPU GPUga qo'yamiz. Keyin mana bu joyini ham o'zgartirib qo'yamiz. Bu joy bo'ldi. Xo'p, bizga HDRI ishlatamiz. Xo'p, HDRI ni hozir olamiz. Tak, korona bitmap bilan qilsak ham bo'ladi, oddiy bitmap qilsak ham bo'ladi. Hay, korona bitmap. HDRI'larimiz bor edi qayerdadir. Mana taxminan bizga qanaqa kerak HDRI? Oddiyroq. Mana shu. Open. Mana. Bunga color correction beramiz. Bunga ulaymiz. O'zini oq qora qilamiz mana. Oq qorani mana bunga beramiz. Okey. Orqasini oq qilib qo'yamiz bo'ldi. Qani ko'ramiz. Mana. Mana bularni hammasini o'chiramiz. Hozircha shart emas. Endi boshladik. Ha, bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladi. Nima kerak? Stone bor ekanmi? Simple and concrete.
shuni ishlatsak ham bo'ladi yoki yana ko'ramiz qanaqalari bor. Floor kerak emas. Bu ham floor ekan. Val bar mana. Qani? Yo'q, bunaqa emas. Bu ham kerak emas. Mana shuni ishlatsak ham bo'ladi. Tak, bu fizikal ekan. Bizga fizikal ishlatmaymiz. Legacy ishlatamiz mana. Base'ni default qo'yamiz, normalga qo'yamiz. Glossness 04 ekan. Glossness 04 degani mana buni 04 qilamiz. Mana burada bir xil chiqyapti. Biz o'chiramiz buni. Buni user elabor size'ni olib qo'yamiz, bir qilamiz. Bunisidan xuddi shunday olib qo'yamiz, pistishkani bir qilamiz. Hop, buni mana bunga beramiz. Modelimizga UV map beramiz. Box holatda show qilamiz mana buni. Show material legacy mana. O'zini 250 qilamiz mana. Tak. Bo'ldi. Ozgina scale qilamiz. Mana bo'ldi. Tak, bumpni 0.504 qilsak ham bo'ladi. Bo'ldi mana. Qani? Ko'ramiz. Render qanday chiqyapti? Usta ishlash kerak ekan, color correction beramiz bunga. Buni ulaymiz. Buni o'zini oqroq qilamiz o'zini. Mana. Yana o'zini qilsak bo'ladi, oqroq yana. Mana buni tak, ana shunaqa bo'ldi mana. O'zini 0.6 qilamiz mana buni. Glossnessni 0.6 qilamiz. Bo'ldi. Keyin vrod o'zini ham 35 ta qilib turib. Qizil, yashil. -5 qilamiz. Bo'ldi mana. Bo'ldi. Endi hop, shisha yasaymiz. Rangini o'chiramiz. Reflection'ni 1, refraction'ni 1 qilamiz. Reflection'ni 50 qilamiz. Mana bo'ldi. Buni endi olamiz. Mana unga beramiz. Mana. Bu ham bo'ldi mana. Endi mana bu qismini tanlaymiz. 3 ta qism bormi? Mana. Tak, legacy material. Tak, rang bo'lmaydi. Yorni 50 qilamiz. Rangini ham o'zini tushirib qo'yamiz. Glossnessni 08 qilsakmikan? 08 qilamiz. Va bunga beramiz. Bu ham bo'ldi. Endi wood kerak bizga.
qilamiz. Tak, woodni hozir oqtarib topamiz. Tak. Wood bor edi menda qayerdadir. Tak, tekstura wood. Uch mingga 8 ming, mana shuni qo'yamiz mana. Mana. Tak, bizaga yana color correction kerak bo'ladi. Oq qora qilib turib buni bump qismiga beramiz. Reflection ham qani? Glossni qishani qanday bo'lar ekan? O'zini yorug' qilamiz. Yana yorug'roq qilamiz. Kontrastni oshiramiz. O'chiramiz, oshiramiz. Bo'ldi. Hop. Endi mana bu qismi qoldi. Bu qismiga ham alohida material bor edi. Mana bunaqa material menda hozir ko'ramiz. Tak. Materiali bor edimi? Mana shuni aytamiz. 920 ekan, lekin bu kichik ekanda. Plaster bor ekan, plaster ishlatdik, kerak emas bu. Xo'p, yana nima bor ekan? Stone kerak edi bizga, stone yo'q ekan. Ishlatib turamiz, hech shuni bir lekin 1920 ga 1000 ekan. Ishlatsak ham bo'ladi lekin. Buni ishlatamiz. Qani, mana bunga UV X-form beramiz, aylantiramiz o'zini. Mana 90 gradusga aylantirganimizdan keyin mana ozgina kichik qilamiz. Kichik qilish uchun 4 qilsak kichik bo'ladi. Mana bu yoqqa chiziq qo'ylar ekan. Ikkitasi bo'ldi. 3 qilib ko'ramiz. Bir xil tushyapti-da. Tak. O'zini alohida olamiz. Betga chiqib turib, qaytib unwrapga kiramiz va custom pack qilamiz. Keyin bu hammasiga berib 120. Mana shunday bo'ldi uni. Chotki, chiroyli. Unwrap va pack. Aylantiramiz o'zini 90 gradusga. Mana bo'ldi chotki. Hop, bu qismini ham alohida hammasini qo'yib chiqamiz. Qilib. Mana bo'ldi. Mana bu yoqqa chiqib qoldi o'rtaga. Yana bor edi bunaqa tekstura, tak.
bitta o'zimga raqni izlab boraman. Nima ekan? O'zida yo'q bo'lsa kerak. Sandstone kerak emas. Mana shuni ishlatamiz. Hop. Buni o'chirib taslaymiz. Qanday mana? Tak, legacy ekan, okey. Corona color correct ishlatilgan ekan. Sizlarga color correction ishlatamiz. Buni o'chirib tashlaymiz. Glossness bilan bandga berilgan. Oq qora qilamiz albatta. Oq qora qilamiz. Keyin o'zini ham bir qilib qo'yamiz. Mana. UV'sini X form bilan aylantirib qo'yamiz. Va o'zini kichik qilamiz. Uch. Bo'ldi. Xo'p, endi o'zini taqdim qilingan bu 001 ekan bu. 01 qilamiz. Juda ham kichik ish kerak emas. Kattaroq bo'lishdan biladi. Tak, yorug'roq qilamiz ozgina. Yana ozgina. Kontrast oshiramiz. Bo'ldi. Yana ozgina oshiramiz kontrastni. Bo'ldi. Xo'p, attach chiqaramiz. Renderda bitta ko'rib olamiz. Mana. Renderda mana shu shaklda chiqadi. Bizaga hop, kameramiz pastlik qilib ozgina yuqori ko'taramiz. O'rtaga qo'yamiz. Mana. Bo'ldi. Endi old ko'rinishdan qarab Corona Sun beramiz. Corona Sun. Mana shu tarafdan beramiz. Taraf kel. O'zini bu tarafdan beramiz. Mana. Yana bitta ishlatsak bo'ladi. Tak, HD line buni olib tashlab. Hop, o'rniga tak. HD line. O'rniga mana ishladimizmi? Open. Qani? Bizga mana bu xalaqni biroz o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bu 5 ham ko'pmi deyman, menga 85 ko'ramiz. Mana shunday ekanda. O'zini ozgina tushiramiz pastga. Mana shunday ekan bu. Bo'ldi. Mana. Hop, aylantiramiz buni. Bitmapdan aylantiramiz. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 mana chotki. Faqat mana buni taxlash kerak. Qanday edi bu? O'zini mana yorug'likni o'zini tushiramiz. Ochib qo'ysang ham bo'ladi.
Mana buni olib qo'yamizmi? Yo'q, olib beramiz. İyi, 0,7 qilamiz o'zini. Mana. Yo'q, 0,7 kam bo'ladi, 0,8. Bo'ldi, mana shunday. Tak, 0,1, 0,2. 0,2 ko'ramiz. Yorug'lik o'zini beramiz. Mana bo'ldi. O'zini outputdan 2 ko'raylikchi. 3. 3 ko'p bo'ldi, 2. 2 ham 2 ham biroz ko'p ekan. Xo'p, o'chirib tashlaymiz. Xo'p, bu bo'lmasa boshqa hashtag olamiz. Tak. Nima bor ekanimizda? Le Bombo. Nima ekan bu? Tak, shuni ishlatamizmi? Ishlatamiz. Qani? Nol bir, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. 0,7 mana 0,8. 0,8 yo'q 0,7. 0,8 qilamiz, mana bo'ldi. Xo'p. Aksiz ishlatamiz. 0,2, 0,3, 0,4, 0,4lar. 0,5lar ishlatamiz aksiz. Tak, 0,7. Sakkiz qilamiz. Bo'ldi, faqat bitta chiqaramiz. Mana bundan bu yoqqa olamiz bitta nusxa olib turib, buni o'zini bu yoqqa tortamiz. O'zini sariga kattaroq qilamiz. Pastga tushiramiz. Mana. Xo'p, buni o'zini qoraroq qilamiz. Mana buni orqasidagi oqroq bo'ladi. O'zini tushirayotgan pastga.
Tak. Bo'ldi, endi mana buni hop yerga tutib turib bunaqasiga cho'zamiz va yuqoriga ko'taramiz. Mana rangini ham oq qilib beramiz. Mana bo'ldi. Tak, fon tayyor. Kiribsiga ham ozgina yorug' qilishimiz mumkin. Mana. Yana ham yorug' qilamiz kerak bo'lsa oxirigacha. Mana fon tayyor, orqa fon ham tayyor. Hatto yana bitta ish qilishimiz mumkin. Chiroq qo'yishimiz mumkin. Mana bu yoqqa bunday qilib yuqoriga ko'tarishimiz mumkin. Mana. Bu ancha-muncha. Hop, yaxshi chiqdi fon. Fonimiz chiroyli bo'ldi. Tak, rasmni o'zini endi tak, hop, kontrast beramiz. 4 5 4 5 mikan, 4 mikan. 4 kontrast beramiz. Hop. Ko'rib ishlatamiz. Ozgina qora, ozgina yorug' qilamiz. Ko'rish bilan. Tak, saturationni ozgina tushirib qo'yamiz. 0.20 taxminan. Tak, mana bu yog'och materialini o'zi ishlash kerak ekan ustida. Yog'ochni. Color correction va saturation ozgina tushiramiz. Yana ozgina tushiramiz. O'zini ham yorug'ligini oshirib qo'yamiz. Nol sakkiz qilamiz diffuzni. 0.9 qilar ekan. Saturatsiya ko'p tushib ketdi. Ozgina ko'taramiz. Tak. Hop, yog'och teksturasi. Qizg'ish bo'ldi-da. Bizga qizg'ish kerakmi? Sariq kerakmi? Sariqroq. Mana shuni. Hop, endi rightdan qarab, yana corona light. Buni ozgina bu yoqqa qo'yamiz endi. Kichikroq qilamiz. 200 ga 200. Hop. 50 ga emas, 10. 20. 10 qilar ekanik. 15. Bularni o'chiramiz. Refraction ham kerak emas. Reflect qolsa bo'ldi bitta. Hop. Bu yoqqa ko'tarib qo'yamiz. O'zini ozgina yuqori ko'taramiz. Yoki buni o'rniga korona sanitasiya ham bo'ladi. Tak, intensity'ni 0.1, 0.02, 0.01, 0.02 qilamiz. Season'ini
5 qilsak bo'lar ekan. Rangini oq qilamiz. Oq bo'laversin. Sariq emas, oq qilamiz rangini. Nol besh. Mana pastroq chiqamiz ozgina. Bo'ldi mana. Endi 5 emas 2 qilsak mana bu ozgina bizga bilinadi. Yo'q, ko'p qilagan 15. 20 mikan yoki 5 mikan? 6 mikan? Nol 8, 05, 06, 06 qilamiz. Ana buni alohida ajratib olamiz. Nimaga? Chunki mana bu quyoshni hozir quyoshni bu bilan mana buni tanlab ikkalasini exclude emas, include yo'q, exclude qilamiz, to'g'ri. O'shanda mana bu yoqqa tushmaydi quyosh, mana bunga ham quyosh tushmaydi. Lekin mana bunga tushadimi quyosh? Yo'q. Tak, bunga ham tushmadi quyosh. Yo, bizga quyosh tushishi kerak bunga. Tak, object 5 ni o'chiramiz. Yo'q, object 6 ekan. Buni o'chiramiz, object 5 ni qayta o'tkazamiz. Mana. Yorug'lik 04, 03. Tak, buni qanday yo'qotdik? Atrayinasini. Intensityni o'zini kamroq qilamiz bo'lmasa. 02. Evaziga mana buni intensity'sini oshiramiz. Axis'ni ham oshiramiz, axis'ni ham 0.8 qilamiz. Judayam yorug' bo'ldi. Buni o'chiramiz. Buni o'chiramiz. Bu ham kerak emas ekan bizga. Tak, hashtag'ini aylantirishimiz kerak ekan. 0, 01, 02, 03, 04, 05, 05 qilamiz. Yo'q, 06 qilaylik.
Onu oldu qilamiz va tak 30 qilamiz, o'zini 0.8 qilamiz. Mana. Iliq qilsakchi. Oqlik balansi. Mana bu tomon juda ham yorug' bo'ldi, lekin 220 juda ham yorug' bo'ldi. Bu tomon o'zini qorong'u, demak buni o'zini qorong'uroq qilamiz. Quyoshni uzatsa bo'lmaykanmi? Mana qilib. Mana shunday. Va 0.8 qilamiz. Hashrayni o'zini 1 qilsakchi. Yo'q, 0.8 qilamiz. Tak. Oqarib ketibdi bu. Tak, fon yaxshi chiqdi. Mana buni ham tuzatsak ham bo'lar ekan. Mana bunga ozgina qororoq ekan bu. 97lar taxminan. Bo'ldi. Tak, fon yaxshi. Tak, materialni o'zi, materiallari ham yoki bizga plain kerak bo'lyaptimi mana bu yoqqa? Rang beramiz oddiy. Sakkiz. Tur oddiy rang beramiz o'ziga. Keyin buni Object Properties'dan renderable qilib qo'ysak, yo'q, render qil. Faqat visible to camera qilamiz buni. Mana bu ham bo'ldi. Tak, ozgina pastga tushiramiz. Mana. No, вроде render qilsak ham bo'ladi.
yoki fonni bularni yashirib turib, bu ham o'zi kerak emas. Mana refractionga hashtiray ishlatsak ham bo'ladi. Hashtiray ishlatamiz bo'lmasa, mana buni ishlataylik. Tak, fonga bo'lsa hashtiray qo'yamiz. Mana buni ishlatamiz. Tak. Refractionga beramiz. Mana. Tak. Ya menga reflectionga ishlatish kerak ekan, faqat refractionga emas. Reflectionga ishlatish kerak ekan. Nol bir, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 091. Yo'q, 089. Nol to'qqiz ekan. Bu tomon ozgina qora, bu tomon oq ekan faqat. 095, 98. Tak, yo'q. 0.15, 0.15 mana shu yaxshi ekan. 0.16 qilsak-chi. 0.16. 0.14-chi. 0.12, 0.1, 0.06, 0. Bu tomoni ko'p oq bo'ldi. Nol 35 mana chotki mana shu. Mana ishlatamiz fonga. Hop. Yuqorisiga light qo'yamiz. Faqat o'chiravizlar hammasini. Kausni o'chiramiz kerak emas. Refraction ham o'chiramiz kerak emas. 50 emas 5. Uni qilsak bo'ladi. 8 mi 7 mi? Sen 7. Shunaqa. Burchakdan bersak bunday qilib. Bu yoqqa ko'rinib qolar ekan faqat. Belli mana ishlatamiz. Tak, bo'ldi. Render qilsak ham bo'ladi shunday. Shu holatda. 2 qilamiz, mana bunisini ham 0 kelib qo'yamiz. Yoki da shart emasmi? 5. Bir qilib qo'yamiz bo'ldi. Tak, metallimizni rangini ozgina qoraroq qilishimiz kerak.
shunday bo'ldi. Tak, yog'ochimiz lekin uncha yoqmadi lekin yog'ochimiz. Yog'ochni hozir bitta ko'ramiz qanaqa yana yog'ochlarimiz bor. Nimaga oldim ekan bu? Mana shu yog'ochim yaxshi ekan chasak. Hop, faqat sizga nima kerak? Kerak emas. Tak, saturatsiyasi. Ya, bu ham uncha yoqmadi. Nima yog'och ekan bu? Şunu işlemez mi? -9 qisman bo'ldi. -9 faqat saturatsiya kamroq yo'q. Bo'ldi. Mana. Tak, stona qaraylik. Nechi bu? 0,7 qalik shu.
Ne oldu mikan? Ha, 07. Tamam mı? Render. Hop, yana bitta qilaylik. Mana buni o'zini bu yoqqa tortib qo'yamiz. Qani? Da, böyle chotki. Hop, shu bilan tak, yiqildi. Hop, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib, like qilib bosib qo'yinglar. Hop, hammaga rahmat.